Assalomu alaykum hammaga. Mana Jonibek akam Qoraqalpog'istondan kelib M6 mashinasini xarid qildilar. Jonibek aka, tabriklaymiz. Tegidan shamol o'tib tursin. Sizga bir ikkita savollarimiz bor. Sog' bo'ling. Yana yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Tagidan shamol uchib tursin. Rahmat. Shu Kunlarga yetkazganiga shukr. rahmat. Sizlarning ishinglar rivojini bersin. Klientlar ko'p bo'lsin. Nimaga aynan M6 mashinasini xarid qildingiz? Shuni ochuvchasiga gapirib bering. Nima uchun biz modelni tanladingiz? Biz Bu mashinaga o'z to'g'risini aytsam, bir yil, 1,5 yil oldin anaqam ketuvdi, ishim ketuvdi. Bir anaqa qilib, shu trekkerda yurganimda shunga qiziqardim. Mana oxir-oqibat nasib qildi. Qolganlarga ham buyursin degan anaqada. Xalq, men Bazarbayev Janibek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot qalasidan keldim. Hamma shu talablar kuchli, yaxshi javob beradi deb aytib atiribdi. Sol bo'lsa, so'g'an bola keldik. Meni ag'alarimiz bilan birga oldik shu mashinani. Shu yigitlarga rahmat ko'p-ko'p xizmatlarini. Meni bir kunda azangi soat 9 da kelib, soat 5 da olib chiqib atirmiz. qanchada ochib ketyapsiz mashinangizni, sir bo'lmasa? 3 soat. 3-4 soat. Bugun to'lov qildik. Bugun to'lov qildik. Bugun olib chiqib Bugun ketyapmiz. ochib qo'yamiz. Bugun olib chiqib ketyapmiz. Haval Julian modeli shu oq rangida, belый жемчуг deyiladi. Xo'p, Jonibek aka, sizni tabriklaymiz. Yaxshi kuningizga xayring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, rahmat.